Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Xitoy elchisi bilan ko'rishdi. Qozog'iston Tashqi ishlar muavin ministri Kamoliddinov Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Xan Xuy bilan ko'rishib, Sharqiy Turkistondagi qozoq fuqarolari duch kelgan zulm va besimlar haqida so'zlashgan. 12-oyda Qozog'iston Tashqi ishlar ministrligi Sharqiy Turkistondagi qozoqlar masalasini hal qilish uchun maxsus Beyjingga bormoqchi bo'lgan. Xitoy Sharqiy Turkistonda bir qancha ko'mir konni taqig'anligini bildirgan. Xitoy xalqarалық radiosida bergan xabarda Xitoy Sharqiy Turkistondagi 113 ko'mir konni taqig'anligini bildirgan. Biroq nima uchun taqig'anligini bildirmagan. Sharqiy Turkiston Xitoyning asosli ko'mir kon manba rayoni bo'lib kelgan bo'lib, 2014-yili faqat Kucha ko'mir kenidilla 13 million 450 ming tonna ko'mir sotgan. Xitoy Asad bilan hamkorlashmoqchi bo'lgan. Xabarda Xitoy mudofaa tarmoqlari Turkiston Islom partiyasining Asad hokimiyatiga qarshi o'qituvchilarga yordam qilayotganligini bahona qilib, Sibiriya yo'lvisi deb ataladigan alohida qismni Suriya armiyasiga yordamga avatishni qaror qilgan. Islom dunyosi birlik tashkilotlari Istanbulda g'ayri rasmiy yig'ilish qiladigan bo'ldi. 12-oyning 9 va 10 kunlari Islom dunyosi birlik tashkilotlari Istanbulning Topkapida g'ayri rasmiy ko'rgazma faoliyati o'tkazadi. Yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati qatnashadi. Misrda to'qinish yuz berdi. Misr xavfsizlik kuchlarining Ismoiliya viloyatining Jilbana rayonidagi qurolliq mashq maydoni qilib foydalanayotgan bir joyda zarba berish harakati ilib borganligini, harakatda to'qinish yuz berib 11 odamning o'ldirilganligi va 9 odamning nazorat ostiga ilinganligini bildirgan. Amerika terrorchilarga yordam qilgan qurollarni yig'ib oladigan bo'ldi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Suriyada terrorlik tashkiloti PKKning gumashtisi, YPGning rahbarligidagi Demokratik Suriya qismlari DSG'ga berilgan avtomobillar va ig'ir tipdagi qurollarni yig'ib olish niyatida ekanligini e'lon qilgan.